Bugun chet elga chiqish, xorijiy mamlakatlardan ish izlash yoshi, jinsi va kasb-u koridan qat'iy nazar odamlar uchun oddiy yumushga aylanib bormoqda. Shu bois qarindosh urug', do'st birodar, yaqinlarimizni o'zga yurtlarga ish qidirib ketishini oddiy hol sifatida qabul qilishga o'rganib qoldik. Hatto ayollar, qizlarning chet mamlakatlarda tentirab yurishini bemalol hazm qila boshladik. Xo'sh, buning sababi nima? Xotin-qizlarimizni bunga nima majbur qilyapti? Nega erkaklar bu masalaga bee'tibor qarayapti? Bugungi ko'rsatuvimizda ana shu savollarga sabab bo'layotgan voqea haqida so'z yuritamiz. 2015-yilning o'rtalarida Navoiy viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasiga bir necha ayollar odam savdosi qurboni bo'lganliklarini aytib, ariza bilan murojaat qilishdi. Huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan mazkur ariza tezkorlik bilan o'rganilib, jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalari asosida tergov surishtiruv ishlari olib borildi. Buning natijasida kalavaning uchi topildi. Jinoyat ishiga aloqador deya gumon qilingan navoiylik Dilshod Qalandarov kuzatuvga olindi. Qalandarov Dilshod Pardabayevich 1988-yil Navoiy viloyati Navoiy shahrida tug'ilgan, millat o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumot o'rta, uylanmagan, vaqtincha ishsiz, ilgari sudlanmagan, 2007-yildan buyon turli maqsadlarda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahriga borib kelgan. Xo'sh, Dilshod Qalandarov qanday qilib odam savdosidek mudhish jinoyatga aralashib qoldi? 18-19 yoshida nima sababdan Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahriga bordi? Bunga uni nima majbur qildi? Sud jarayonida u bu savollarga quyidagicha javob berdi. Oilada og'irlik tushmasligi uchun chet elga ishlash uchun singlimni ko'rsatish maqsadida, ukalarimni o'qitish maqsadida chet elga pul topishga ketganman. Chet elda Aldef restoranda, ruskiy, arabskiy kuxnyada ishlaganman. U yerda ishlagandan keyin 2011-yildan keyin telefon do'koniga o'tganman. Guvohlarning ko'rsatmalariga ko'ra Dilshod Qalandarovni Dubay shahriga ishlashga tog'alari taklif qilgan. Shu tariqa u bir necha yillar davomida ushbu shaharda telefon va attorlik buyumlari savdosi bilan shug'ullanadi. Shuningdek, chet tillarni yaxshi bilgani bois Dubay shahridagi aeroportda O'zbekistondan borgan fuqarolarni kutib olish bilan ham mashg'ul bo'lgan. Oilasi, yaqinlaridan uzoqda o'zi bilganicha yashay boshlagan Dilshod Dubay shahrida turli insonlar bilan tanishadi. Mana shunday tanishuvlardan biri uning hayotini o'zgartirib yubordi. O'sha oralikda men Adolat degan shaxsni tanishib qolganman. Olib boruvchi bo'lib ishlaganman. Uyiga yetib berganimda o'sha yerda tanishganman. Chunki menga savol berganda, "Qayerdan siz, Navoiydamiz?" degan paytda men hali javob berganman. Shundan keyin "O'nsa yaxshi taomlar olib kelsangiz, har doim zakaz qilamiz" deganiga, undan keyin tez-tez zakaz qiladigan bo'ldim taomlarni. Adolat Aminova aslida kim? U nima maqsadda Dubay shahriga bordi? O'zbekistonda bo'lgan vaqtida nima ish bilan shug'ullangan? Tergov surishtiruv jarayonlarida ana shu masalalarga aniqlik kiritildi. Aminova Adolat Ostonovna 1973-yil Navoiy viloyati Navoiy shahrida tug'ilgan, millat o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, oilali, muqaddam sudlanmagan, vaqtincha ishsiz, 2009-yildan buyon Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida noqonuniy yashab keladi. Xo'sh, Adolat Aminova hamda Dilshod Qalandarov o'zaro birlashib nima ish bilan shug'ullandi? Ularning oila a'zolari o'ylaganidek savdo sotiq bilanmi? Aniqlanishicha, Dilshod Qalandarov 2012-yilning fevral oyidan 2015-yilning yanvar oyiga qadar jinoiy sheriklari Adolat Aminova, Manzura Mamatova, Raima Sharapova hamda Nargiza laqabli asl ismi Rumiya Roziyeva bo'lgan fuqarolar bilan o'zaro oldindan til biriktirgan holda respublikamizning turli viloyatlaridan, shuningdek Qirg'iziston, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari va Oman davlatlaridan bo'lgan hamtovoqlari bilan birgalikda ayollar va qizlarni aldab, ish joyi bilan ta'minlashga ishontirib, Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahrida fohishalik yo'lida foydalanib kelgan. Mana shu qizlarni hujjatlarini olib qo'yib,
ularni hujjatlari yo'qligidan yoki huquqiy bilim pastligidan yoki bo'lmasa o'sha chet davlatda boshqa imkoniyatlari yo'qligidan foydalanib, ularni majburiy ravishda erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga jalb qilgan. Dilshod Qalandarov arab tilini yaxshi bilgani bois mahalliy fuqarolardan ham tovoqlar topadi. Buning natijasida fohishalik bilan shug'ullanish uchun O'zbekistondan chaqirilayotgan qizlarni noqonuniy ravishda Birlashgan Arab Amirliklariga olib kirish imkoni paydo bo'ladi. Dubay shahrida bo'lgan vaqtida o'zlariga kelgusida ishlatiladigan o'sha foydalaniladigan qizlarni kelib joylashishi, ularga hujjatlashtirish yo'nalishlarida shu Dubay shahrida ishlaydigan, kerak bo'lsa o'sha viza taxlaydigan fuqarolar bilan gaplashib, ularni olib kirish yo'llarini tashkil qilgan. O'z ko'zi bilan ko'rganman, ikkita qizlarga viza ochib bergan. Shuning uchun men ishonch bilan birinchi vizamni Dilshod ochgan deyapman. Dubayga borgan qizlar orasida Anjelaga qarshi chiqadigani, uning yo'rig'iga yurishdan bosh tortadigani paydo bo'lsa, uni urib do'pposlab o'z yo'liga soladi. Mana bu qizning yuzidagi jarohatlar bunga yaqqol isbot bo'lib turibdi. Dilbodomda sal mazasi yo'q ekan. Nima bo'ldi deb Azipadan so'raganimda, Azipa Dilshod shuni urib tutgan dedi. Keyin ham Anjela o'zi ham nima og'zini to'ldirib maqtandi, gulning joyini solib qo'ydim, endi ichmay, chotmay jimgina ishlaydi. Urgan skautkalarga ham ta'ziflar ko'rsatgan, lekin o'zim ko'zim yonida, lekin menga tegmagan. Masalaning bir jihatiga alohida e'tibor qaratmoqchimiz. Dunyoning sayyohlik va savdo markazlaridan birida o'zbek ayolining sha'ni toptirishi nomus emasmi? Nahotki Dilshod va Adolatga o'xshagan qo'shmachilar o'zbek ayoliga qo'shib millat g'ururini sotayotganini o'ylab ko'rmasa. Chetga borgan o'sha kimsalar u yerda bir shunchalik uyatli, sharmandali ishlarni qilganida bu kim o'zbek desa shunchalik darajada yuragingiz og'riydiki, millat sha'niga uning mana shunday ishlarni qilishi, qabih ishlarga qo'l urishi, uni hattoki inson deb atagingiz kelmaydi. Avvalo ayol haqida mana shu mavzuda to'xtalishning o'zi uyat. Sababi ayol haqida gapirilganda, ayolga gapirilganda unga odobi mana bunday bo'lish kerak, unda andisha bo'lish kerak, unda hayo bo'lish kerak degan narsalar aytilmasdan unda bu tug'ma shakllangan bo'lishi kerak. Yana bir qiziq jihat. Adolat Aminova Dubaydagi sheriklariga o'zini turkmanistonlik Anjela deb tanishtiradi. Bu bilan Adolat Aminova jinoiy harakatlarini berkitish, vaqti kelib jazodan qutulib qolishni ko'zlagani aniq, biroq ism va tug'ilgan joy o'zgargani bilan bu qora qilmishlar yopilib ketarmi? Jinoiy guruhga Dilshod Qalandarov qo'shilgach, Adolat Aminova ko'plab tashkiliy masalalarni unga topshiradi. Xususan, Qalandarov harom yo'llar bilan topilgan pullar, tillalar, kiyim-kechak, kir yuvish mashinasi, televizor va shunga o'xshash buyumlarni O'zbekistonga jo'natish bilan shug'ullanadi. Yuborilayotgan har 1000 AQSh dollaridan $60 ulush olib turadi. Shuningdek, mehmonxonalarda fohishalik bilan shug'ullanayotgan qizlardan tushayotgan pullarni yig'ib, adolatga topshiradi. Anjela telefon qiladida, hozir Dilshod boradi, pul berib yuboringlar, qizlardan olib dedi. 1-2 marta Dilbar vaqti bo'lmagani uchun lekin olib ketgan. Anjela pan o'zida daftarcha bor edi. Masalan, Dilshod qizimga shuncha jo'natdi, Zebinsoni uyiga shuncha jo'natdi, Azizam uyiga shuncha jo'natdi, boshqa qizlarni uyiga shuncha jo'natdi deb yozib boraydi. O'zlari fohishalikdan topilgan pullar evaziga maishatbozlik qilishib, Dubaydagi har bir kunini vaqtichog'lik bilan o'tkazadi. Bugun unisi bilan, ertaga boshqasi bilan fahishga berilgan Dilshod Qalandarov harom xarishlik, buzuqlik botqog'iga botib boraveradi. Yoshi 30 ga yaqinlashib qolgan bo'lsa-da, O'zbekistonga qaytish, oila qurish haqida esa umuman o'ylab ham ko'rmaydi. Masalaning yana bir og'riqli tomoni, Dubayda sarson sargardon bo'lib yurgan qizlarning hammasi ham aldangan, yo'ldan adashgan deyishdan yiroqmiz. Ular orasida o'z xohishi bilan fohishalik qilish uchun borgan ayollar ham oz emas. Buning bosh sababi nima? Bugun oilalarda otalarning o'rni susayib bormoqda. Onalar esa qizlarning qayerda yurgani, kimlar bilan tanish ekani, hatto chet elga chiqib ketayotganiga jiddiy e'tibor qaratmayapti. Nimaning evaziga pul topayotgani ular uchun ahamiyatsizlik. Bu
milliy qadriyatlarimiz, o'zbekona andisha-yu urf-odatlarimiz ildiziga bolta urish emasmi? 20 yoshga kirib o'zida she'rda o'zida biror ishni eplolmaydigan bo'lsa, chetga borib nima ish bilan shug'ullanmoqchi? Yuragingizga albatta shubha paydo bo'ladi. 18-20 yoshga kirib chet davlatga borib uning tilini bilmasdan, u yerdagi qonun qoidalarini bilmasdan qanaqa tadbirkor bo'lmoqchi? Yana borgandan keyin bizning minglab ayollarimizning sha'niga dog' keltiradigan eng yomon ishlarni, jirkanch ishlarni qilishga qaysi vijdoni yo'l qo'yadi? Yoshlarimizni mana shunday yengil-yelpi pullarga uchishi, ular tezroq katta narsaga erishmoqchi bo'ladi. Mehnatsiz, yengil-yelpi ana shunday hayotga kirishni o'ylashining o'ziyoq ularni hayotda o'z o'rnining yo'qotayotganligining bitta asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi. Ana shunday ayollardan biri Manzura Mamatovadir. Adolat Aminovaning biznesi gullab yashnashida bu ayolning katta hissasi bor. Mamatova Manzura Xoliqulovni 1977-yilda Sirdaryo viloyati Xovos tumanida tug'ilgan, millat o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti o'rta, oilasidan ajrashgan, vaqtincha ishsiz, muqaddam sudlangan. Avvaliga Manzura Mamatova 2011-yilning yoz oylarida o'z ixtiyori bilan fohishalik qilish uchun Adolat Aminovaning ko'magida noqonuniy yo'llar bilan Dubay shahriga boradi. Nima maqsadda borganligingizni biladingiz? Bilaman. Aytishimizda fohishalik. Shu tariqa Manzura Mamatova noqonuniy tarzda hech qanday vizasiz Toshkentdan Qozog'iston va Qirg'iziston orqali aylanma yo'llar bilan Birlashgan Arab Amirliklariga yetib boradi. Mehmon qilishdi bir kun, ertasi kun salonga bordi, kiyintirishdi. 50 yillik ishlataman dedilar. Yangi yilgacha ishlasang dedilar, yozda borganman, yangi yilgacha ishlasang dedilar. Ham uyli, ham mashinaga qilib jo'nataman dedilar. Va'dani berdilar. Uzuqlik bilan mo'may pul topishga umid qilgan Manzura Mamatova jaraq-jaraq pullarni ko'z oldiga keltirib, jirkanch ishini davom ettiravergan. Vaqt soat kelib Manzura chuchvarani xom sanaganini anglaydi. 20 ta qiz bo'lsa, 20 ta qizlar, ayollar hammamizni ishontirganda, shunaqa ishonchga kirib olgan ayol, hammamiz ishondik. Даже mana shu nasrlar, mana qambar bola hammasi ishongan. Hammamiz shuni pulsiz kelganmiz. Menga aytdi-ku, 1 yil 7 oy ishladingiz, 30 ming dollar pulingiz bor, 15 ming meniki, 15 ming sizniki dedi. 3 mingga tilla olgansiz dedi. Sizga to'g'ri men beraman dedi. Demokratiya so'rasaydi, uydagilarga olib ketaversin dedilar, ikkalovi. Shunda yonma o'tirganmiz. Uydagilarga telefon qildim. Onamlarga kelib olib keting, Chilonzorda, Toshkentda, Chilonzorda mana shunaqa mashina bor ekan, pulini to'langan dedim. Bular aldagan ekan. Aldanganini tushungach, Manzura Mamatova Birlashgan Arab Amirliklaridan Qozog'iston orqali O'zbekistonga qaytib keladi. Noqonuniy chetga chiqish harakatini yashirish, huquq-tartibot idoralari xodimlarini chalg'itish maqsadida fuqarolik pasportining 17-18 hamda 33-34 sahifalariga qasddan shikast yetkazib, uni yaroqsiz holga keltiradi. Shu tufayli yana bir jinoyatga qo'l uradi. O'sha qozoq bola yetib berishdi. O'tkazib yuboramiz. Yetmasam bo'lmasa o'ta olmaysan deb bir hafta olib o'tirdilar uylarda. Bu bolalar keyin o'tkazib yuborishdi. Bu ayol ilgari sudlangan bo'lishiga qaramay takror va takror jinoyat yo'liga kiraveradi. Manzura Mamatova noqonuniy yo'l bilan O'zbekistonga qaytgach, negadir adolat bilan hamkorlikni yana davom ettiradi. Endi u Anjelaga fohishalik qilish uchun qizlarni yetkazib berish bilan shug'ullana boshlaydi. Quyuchirchiq tumanida yashovchi Dilafruz Mo'minovani 300 AQSh dollari evaziga Adolat Aminovaga sotadi. Pulim keyin jo'nataman dedilar. 200-300 bitta qiz jo'natsang dedilar. Men ishondim, что men pulim berarkanlar. Keyin shu Mo'minovani jo'natdim. Pul abishat qilib bermadilar lekin. Men o'zim ishlagan pulim hatto yarmini jo'natdim. Men bolalim och o'tiribdi, bolam shu katta bo'lib qolgan. Desam, "Xo'p" dedilar. Siz jo'natavering dedilar. Telefon orqali gaplashib, ko'rishib, Prima Toshkentga uchaman deb o'zi rozi bo'lib, hammamiz ham tushunib ketdi. Fohishalik qilib pul topish, shu yo'l bilan qarzlardan qutulishni maqsad qilgan Samarqand viloyati Payariq tumanida tug'ilgan Zamira Ergasheva ham bu jinoiy guruhning kirdikorlaridan yaxshigina xabardor bo'lgan. Qarz deyarli 12 ming dollarga borib qoldi. Bir oy ichida qarzimni, uydagilar qarzini tugatdi. Keyin 2 barobar qilib ishlab berasan dedi. Keyin uni ishlab berdim. Zamira Ergashevaning singlisi Shoira Qodirova ham opasining izidan borib Dubay shahriga yo'l oladi. Endi o'ylab ko'ring, bir oiladan ikkita ana shunday qizning chiqishini hazm qilib bo'ladimi?
oriyatli otalar, singlisi nomusini har narsadan ustun qo'yadigan akalar qayerda qoldi? Bayariqlik Gulbahor Tursunova ham ana shu qizlar qatorida bo'lgan. Eng achinarlisi, ularning barchasi Dubay shahrida fohishalik qilishini bilgan holda o'z ixtiyori bilan u yerga oshiqqan. Urush davrida ham ayollarimiz bolalarini boqqan-ku, o'sha payt ular kerak bo'lsa kashta tikkan, kerak bo'lsa odamlarning ovqatini qilgan. Bugun esa shuncha sharoit, kelib tomorqada ishlasa ham, mol boqsa ham kunini ko'radi-ku. Lekin nega shunday razil ishga qo'l urib kun ko'rish kerak? Shumi uning or-nomusi, shumi qadriyati? Dilshod Qarandarovga Dubayda topilayotgan pullarning bir qismini O'zbekistonga yetib kelishi va tarqatilish uchun ayrim odamlarning xizmati zarur bo'lardi. Shu maqsadda u navoiylik o'rtoqlari Akmal va Jamshidlarni yollaydi. Bu yigitlar fohishalarning oila a'zolariga ham pul tarqatishadi. O'z-o'zidan bu pullar qayerdan kelgani qizlarning yaqinlaridan yashiriladi. Bir xil qizlar bor edi, bankdan jo'natsa, dadasini yo akasini yo opasini nomiga jo'natsa, Dubaydan kelgani bilinmasligi uchun qo'ldan qo'lga biznesmenlar orqali jo'natgan. Dubaydan O'zbekistonga qatnagan pochtachilardan yana biri jinoiy guruh a'zosi Qarshi xola laqabli Raima Sharapovadir. Sharapova Raima Rajabovna 1957-yilda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Ma'lumoti o'rta, Dubaydagi jabrlanuvchilarning pullarini uydagilariga olib kelib berish bilan shug'ullangan. Yoshi bir joyga borib qolgan bu ayolning ko'zlarini pul shunchalar ko'r qilganki, hatto o'z jiyani Azima Istamovani ham Adolat Aminovaga fohisha sifatida sotib yuboradi. O'z jigarini mana shunday jirkanch ishga boshlagan bunday ayoldan yana nimani kutish mumkin? Birinchi marta borgan qizlarni masalan ma'lum bir miqdorda pul yuborgan uyiga. Jabrlanuvchilar yashaydigan xonadonlarga tashrif buyurib, ular uydagilarini xavotirlanmasligi uchun ularni yaxshi ishlayapti, qonuniy ishlayapti, sartaroshxonada ishlayapti, mana shu mazmunda gaplarni aytib, vositachilik qilib kelgan. Ayrim shu yuk tortganim, esa o'rib sotganimni aytolmayman. Ketgan. Mana uylarim kelsin. Ikki navoiylik firibgar Adolat Aminova va uning jinoiy sherigi Dilshod Qarandarov O'zbekistonda bo'lgan vaqtida ham jamiyatga kerakli biror hunar bilan shug'ullanishmagan. Fuqaro Aminova Adolat asli Navoiy shahrida yashagan vaqtida ham nosog'lom oilaviy muhitda bo'lgan, o'zini yurish-turishida ham umuman jamiyatga to'g'ri kelmaydigan ishlar bilan shug'ullangan bo'lgan. Keyin o'z faoliyatida bu mahalla ko'ydan boshqadan panaroqqa ketish uchun Dubay shahriga ketib, mana shu jinoyatlarga qo'l urib faoliyat yuritib boshlagan. Xalqimiz uchun aziz bo'lgan ayol sha'nini balchiqqa qorayotgan bu kimsaga qanday ta'rif berishni bilmaysan. Pul, boylik uchun har qanday pastkashlikka boradigan bu inson muqaddas ayol, ona degan nomga loyiqmikin? Shu qizlarni sotish bilan shug'ullanayotgan ayollarni farzandi yo'q deysizmi? Ular bir kun nevara ko'rmaydimi? Ular bolalik bo'lmaydimi? Ularning o'sha butun avlodiga keladigan isnot bu narsa. Biz Dilshod Qarandarov yashagan muhit bilan yaqinroq tanishish maqsadida u istiqomat qilgan Navoiy shahridagi Orzu mahallasiga bordik. Mahalla faollariga ayrim savollar bilan murojaat qildik. Men o'zim yaqinda eshitdim, mahallaning xabar bo'lsa kerak. Kelib ketib turganmi? Kelib ketib turaydi. Bir ko'rdim men ham kelganimni. Hech nima deyolmayman. Nahotki bir mahalla fuqarosi 10 yillar davomida bu yerda yashamasa-yu, na mahalla raisi, na profilaktika noziri bundan bexabar bo'lsa. Mana shuning o'zi borib turgan loqaydlik, befarqlik emasmi? Xalqlar do'stligi 40-62 xonadonda yashovchi rahmatli Gulchehrani katta farzandi Qalandarov Dilshodni mana bu chetga ketganlarni qayd qilish daftarida uyiga borib patronaj o'tkazilganda Toshkentda institutda o'qiyapti deb aytib kelgan. O'g'lining qayerda ishlayotganini yashirgan ona nimaga erishdi? Farzandining noma'qul ishlar qilib yurganidan xabardor bo'la turib, nega uni to'g'ri yo'lga sola bilmadi? Harom yo'l bilan topilgan 3-4 so'm hech kimga buyurmasligini nahotki anglab yetmadi. Farzandingizga beriladigan rizqingiz halol bo'lishi kerak. Avvalo ota-ona ham o'sha narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi.
Biz qachonki farzandimizni halol luqma bilan katta qiladigan bo'lsak, farzandimiz ham halol luqma bilan katta bo'lishni va farzandini ham halol luqma bilan o'stirish yo'lini ko'radi. Demak, qachonki oilalarimizda tarbiyada nuqsonimiz bo'ladigan bo'lsa, yengil-yelpi hayotni ko'zlay boshlashadi. Ayrim ota-onalar, ayrim o'sha onalar mana shu qizlarini, o'sha farzandlarini noqonuniy ishlar bilan shug'ullanayotganligi haqida bilishadi. Mana surishtirib borgan vaqtida mahalla-ko'y yoki huquq qilish idoralari surishtirib borgan vaqtda yashirishadi. Yo'q, o'g'lim to'g'ri yo'lda yuribdi, to'g'ri ish bilan shug'ullanyapti, pul yuborib turibdi deb yashirishadi. Mana natijasida shunday holatlar yuzaga kelyapti. Oqibatida mana jabrlanuvchi bo'lib qolyapti. Oqibatida ayrim fuqarolar jinoyatchiga aylanib qolyapti. Har qanday jirkanch yo'lning oxiri halokat. Mana bu insonlar buni endi tushunib yetgan bo'lsa ajab emas. Mazkur jinoyat ishi ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Dilshod Qalandarov, Adolat Aminova hamda ularning hamtovoqlarining aybi fosh etildi. Sudning hukmiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan Dilshod Qalandarovga 7 yil 6 oy, Manzura Mamatovaga esa 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sharapova Raima Rajabovnaga Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Lekin uning yoshi, qilgan ishidan pushaymonligi va boshqa jazoni yengillashtiruvchi dalillarga tayangan holda unga nisbatan amnistiya akti qo'llanildi. Adolat Aminovaga nisbatan esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan qidiruv e'lon qilingan. Bugun oilamizda farzand tarbiyalayapmiz, qiz o'stiryapmiz. Ertaga ularning kim bo'lishi, qanday yo'lni tanlashi ko'p jihatdan biz berayotgan tarbiyaga bog'liq. Kim qayerda bo'lmasin, qaysi joyda ishlamasin, eng avvalo ana shu tarbiya uni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Xulosa o'zingizdan.